Bugun yo'qolgan tovarlar bo'yicha qanaqa aniqlashtirishni gaplashamiz. Videoni ko'rishdan oldin like bilan podpisatsiyani bosib qo'yinglar. Podelиться knopkalaridan informatsiya olib, shularni kiritib chiqsanglar bo'ladi. Tak, yana skladda nechta qoldi deylik? 10 ta qoldi deylik. Uzum skladi 40 ta qabul qildi, sotildi 20 ta. Uzum skladida hozir qoldiq 10 ta turibdi. 10 ta tovar yo'qolgan hisoblanadi. Asosan mana shu 3 tasi ishlatilinadi. Bular kamdan kam, lekin bular ham ishlatilinganligi uchun qo'shib qo'yilgan. 5 tasini qaytarib oldinglar. Bu qaytarib olingani klientga borib kelgan emas. O'zingizlar borib skladga topshirgan narsalarni qaytarib olsanglar, o'sha kolичество yoziladi bu yerga. 5 ta dona. 5 ta dona qaytarib olishinglar kerak. 5 ta berdi yoki 5 ta emas, 3 ta berib qo'ydi sizlarga. Mana yo'qolgani 7 ta bo'ladi. Bir rakam bo'lib qoldi 2 ta. 2 ta turibdi, lekin qaytarib olmagansizlar. Bir ikkita turibdi. Uni baribir qaytarib olishinglar kerak bo'ladi. Shunda 5 ta qolgan bo'ladi. Uni ham qaytarib olganinglardan keyin, qaytarishga berganinglardan keyin mana shu 2 tani bu yoqqa 5 deb yozib qo'ysak, buni o'chiramiz, del qilsak, shunda 5 ta qolgan bo'ladi. Iloji bo'lgancha bularni qaytarib olganinglardan keyin biraklarni skladda qaytarib olganinglardan keyin hisoblaganinglar yaxshiroq. Mana bu informatsiyalar ortiqcha informatsiya bo'lmaydi shunda. Faqat shu qabul qilgani, qoldig'i sotilgani bo'ladi. Bularni mana kichkina sonlarda ham yana bitta misol qilib ko'rsatib beraman. 10 ta dona sotildi, 5 ta dona. 5 ta yo'qolib qoldi. Qoldiq yo'q, 0 ta. Yo'qida bitta dona turibdi. Shunda nechta bo'ladi? 4 ta bo'ladi. Bir rakam yo'q, qaytarib olganinglar ham yo'q. Yo'qolgani 4 ta hisoblanadi. Yoki kelib ikkitasini olib ketdinglar. Ikkitasini olib ketdinglar, 2 ta qolgan bo'ladi. Bir rakam skladda turgan bo'lsa, misol uchun, uni qaytarib olishinglar kerak bo'ladi. Mamitga kelib tushadi baribir. Bu vaqtinchalik agar bir ikkita turgan bo'lsa, bu baribir yozib qo'yaverasizlar bitta deb. Bu qaytarib bergandan keyin baribir to'liq hisoblanadi sizlarga, qo'lingizga kelib tushgandan keyin. O'shaning uchun bu bir ikkita qoldirmasdan turib, keyin qaytarib olish kerak bo'ladi. Bu yoqda iloji bo'lgancha turish kerak emas. Endi turgan bo'lsa majbur endi yoziladi. Bu birinchi baribir olish kerak bo'ladi. Bu yoqqa o'tkazish kerak. Birakka. Ana o'shanda sotilgan, qoldiq, hammasini hisoblaganda oxiri yo'qolgani kelib chiqadi. Bu fayl tekin emas, pulga tashab beriladi. Keyin ularni qayerda aniqlashtirish kerakligini ham tushuntirib beriladi. U aniq alohida kartochkadan tashqari o'z joylari bor. O'sha joylaridan misollarda ko'rsatib beraman. Agar kimga kerak bo'lsa, Telegramdan yozasizlar, oldindan to'lov qilsanglar, mana shu faylga qo'shib to'liq videolarni tashib beraman. Bu yerda qisqacha tushuntirib berilgan. To'liq qaytarib olishga aniqlash bo'yicha video tashib beriladi. Dokument emas, dokumenti ikkinchi qism bo'ladi. Ikkinchi qismida dokumentini ko'rsatib o'taman. 2 qismga bo'lishga to'g'ri keldi. Kimgadir aniqlashtirish bilmaydi, kimdir dokumentini bilmaydi. Kimdir ikkalasini bilmaydi. O'shaning uchun 2 qismga bo'lib chiqildi.
Birinchisida mana shu yo'qolgan tovarlar bo'yicha aniqlash, ikkinchisida dokumentini to'ldirish bo'yicha video bo'ladi. Dokumentini ham qaysi dokument faylini ham tashlab beriladi ikkinchi qismida. Birinchi qismida qanaqa qilib aniqlashtirish kerak, qanaqa qilib hisoblash kerak. O'shalar haqida video olinadi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol Telegramga yozsanglar tashlab beriladi. Tak, videoni shu yerda to'xtatamiz. Sizlardan aytib o'tamiz, поделиться knopkalarini bosib qo'yinglar, подписаться knopkalari, keyin like knopkasi ham bor. Shularni bosib qo'yinglar. Ko'pchilik qidirib yuribdi, qancha odam ko'p ko'rsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Поделиться orqali do'stinglarga Telegramdan yoki shu Telegram gruppalarga tashlab qo'yishinglarni aytib o'tamiz. Ko'pchilikda yo'qolyapti, chunki bu narsalar ko'pchilik qidirib yuribdi, qanaqa qilib aniqlasam bo'ladi deb bilmayapti. O'shani men video olib berdim. Kimga kerak bo'lsa mana Telegramdan yozaverasizlar. Shuning uchun sizlardan kerak bo'ladigan narsa like, подписаться, поделиться.